Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Şərq Türkistandan yeni çıxan şahidning guvohliklari. Şərq Türkistandan ismini oshkorlashni xohlamagan bir shahid xabar bo'limimizga Şərq Türkistanning navbatdagi echinishlik vaziyati haqida guvohlik berdi. Mazkur xabar Şərq Türkistandan yeni chiqqan shahidning guvohliklari sarlavhalik chotma xabarimiz qatorida beriladi. Mazkur shahid Xitoy tarqatayotgan Uyg'urlar insoniy huquqlardan to'liq bahramand bo'lib yashamoqda. Pasport elish, sayohat qilishiga yo'l qo'yildi degandek tashviqotlarning butunlay yolg'on ekanligini izchil turda Sharq Turkiston xalqiga qarshi atalmish terrorlik zarba berish, diniy asabiylikni tugutish, milliy bo'lgunchilarni yo'qotish qatorliq nomlardagi terror siyosati orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirayotganligini, xalqni har xil bahonalar bilan turma va jazo lagerlariga davomli so'layotganligini, Xitoy bu yilning beshida oldi bilan Sharq Turkiston xalqiga pasport berilganligini, orqadan Qozog'iston qatorliq davlatlarga vizasiz sayohatga chiqa oladiganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq amaliy ijrosida Uyg'urlarning chatga qiqilganligini oshkorladi. Shahidning aytishicha, garchi Xitoy Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatni aldash uchun Uyg'urlarning sayohat, safar erkinligining hech qanday to'salg'iga uchramaydiganligi haqidagi tashviqotlarni tarqatib kelgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar bu erkinligidan davomli mahrum qoldirilgan. Barliq Uyg'urlarning 2016-yili yig'ib olingan pasportlari texicha qaytarib berilmagan. Pasport berilganlarmi faqat kompartiya a'zolari ekan. Shahid bu haqda to'xtalib, men bir qancha qatim pasport bejirish organlariga telefon qilib, davlat pasport bejirishni yo'lga qo'yibdi. Qozog'istonga sayohatga chiqay deyman. Davlat Qozog'istonga vizasiz sayohatga berishni yo'lga qo'yibdi. O'z vaqtida mening pasportimni yig'ib olgan edi, ammo vaqti to'shib qolgan edi. Boshqa pasport bejirib Qozog'istonga sayohatga chiqay degan edim, dedim. Ular sen qaysi millatdan deb so'radi. Men o'zimning Uyg'ur ekanligimni aytganimda, ular undaq bo'lsa sening ishingni qilish qiyin deb javob berdi, dedi. Shahid yana pasport bejiradigan organning xizmatchisiga barliq xalqqa pasport bersa bo'ladiganligini e'lon qildi. Nima uchun menga bermaysan deb so'ragan. Xizmatchi uningga meni tanglikda qo'yma deb turib olgan. Shahidning ilgari surishicha, pasport berilib sayohat qilish nomida chet elga chiqqan sanoqli Uyg'urlar Xitoy bexatarlik organlaridagi xodimlar yoki chet eldagi Uyg'urning ahvolini nazorat qilish uchun chiqarilgan kishilar ekan. Ammo hech qanday Uyg'urning normal tariqada chet elga chiqishiga yo'l qo'yilmagan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati natijasida Sharq Turkistonning eng asosli xalqi bo'lgan Uyg'urlar turmush, savdo, o'qish, sayohat qatorliq barliq sohalarda sanab tugatkusiz qattiq to'salg'ularga uchrab kelmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning xalqaro jamiyatga qarata Uyg'urlar baxtli yashayotidi, haq-huquqlari kapolatga ega qilindi deb bildirlashlarining butunlay yolg'on ekanligini, amaliyotda xalqaro jamiyatni izchil aldab kelayotganligini, bu haqdagi guvohliklarning amaliy isbot ekanligini bildirishmoqda. 你跟我再说一句，新疆人就拖鞋，其他人不拖鞋。你再说一句，不是，你再说一句，这里不能录的，啊？你们是在搞歧视呢是吧？不是，啊？不是，那其他人都没脱鞋，就我一个人新疆人要脱鞋，在这边，新疆人在这边，我们就是中国人，我们为什么要在这边受到歧视？没有被歧视。你刚才再说一句，你刚才把那句话再说一句。 啊！你们要向我道歉。什么事情？什么事情？我刚才说我过来，他说让我脱鞋，我为什么前面的那个人不要脱鞋？他说就因为你是新疆人。啊，这个你们在搞民族歧视吗？没有。那你为什么要说新疆人这句话？新疆人怎么了？没有怎么样，没有怎么样。没怎么样。 对，没有，你跟我个说法，今天要跟我个说法，在这边。先给后面旅客先过好不好？啊，我跟你解释好不好？那你刚才再说一句。谁陪我道歉了？现在陪我道歉了吗？啊？他们应该向你赔礼道歉。今天爆炸又怎么了？我爆的吗？啊？新疆人2000万个人口都是民族分裂者，都是恐怖分子吗？
哎，你们脑子长点东西行不行？哎，你们是汉族人，我们是维吾尔族人，我也是中国人，你们都脑子进水了吗？你刚才说什么呢？安静一下行不行？安静一下行不行？你现在马上报警！我现在我一个人都不要过。我刚才没有说你。新疆人又怎么了？他们应该向你道歉，你不要生气。你刚才再说一句，我现在我真的不知道。我是交通大学，我在上海工作。深夜王嘛，深夜王，对，深夜王。你再说一句刚才你说的话。麻烦。那你让他现在过来跟我道歉，我就走。现在跟所有的新疆人道歉，绝对没有这个意思啊！你放心好，绝对没有这个意思，啊，绝对没有。现在不要这样歧视，好吧？没有这种爆炸事就是你们歧视而搞出来的。没有歧视，没有歧视啊！你要。Amerika yana 3 Xitoyga jazo yurgizdi. Amerika hukumati tor aldamchiligiga chetishliq 3 Xitoy fuqarosiga jazo yurgizdi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Amerika Moliya ministrligi chet el mablag'ini kontrol qilish ishxonasi 28 may yomon g'arazlik tor harakatiga qatnashgan 3 Xitoyga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Moliya ministrligi jazolangan Xitoylarning keng tarqalgan tor aldamchiligiga, hatto bomba tahdidiga munosabatli ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Jazo yurgizilganlar Wang Yunhe, Liu Jinping va Qingyan ismli 3 Xitoy bo'lib, Wang Yunhe ismli Xitoyning Tailanddagi 3 shirkatimi jazo doirasida ekan. Amerika Moliya ministrligining bayonotida ko'rsatilishicha, mazkur Xitoylar yomon g'arazlik vakolatan tor mulozimati ta'minlashga chetishliq bo'lib, tor jinoyatchilari bu xil mulozimatdan foydalanib, tordagi qonunsiz izlarini o'chirdi ekan. Ular yana pul yuvish jinoyatida til biriktirgan bo'lib, to'plagan mablag'ini hashamatlik uy setib olishga ishlatgan. Xabarda qayd qilinishicha, qarorga asosan jazo yurgizilgan shaxs va shirkatlarning Amerikadagi yoki Amerika igidorchiligidagi kontrolligidagi barliq mol-mulki va mulk huquqi to'g'nitilib, aloqador savdolarimi man'iy qilindi ekan va OFACga doklad qilindi ekan. Tayvanni dunyo sahiya yig'iniga qatnashtirish taklifi yana bir qatim rad qilindi. Tayvanni bu yillik dunyo sahiya yig'iniga kuzatuvchi sifatida qatnashtirish taklifi Xitoyning besimi natijasida yana bir qatim rad qilindi. Reuters agentligining xabar qilishicha, 77-navbatlik dunyo sahiya yig'ini 27 may Shveysariyaning Jeneva shahrida boshlangan bo'lib, yig'in shu kuni qaror chiqarib, Amerika qatorliq bir qism davlatlar o'tirg'a qo'ygan Tayvanni kuzatuvchi salohiyatida dunyo sahiya yig'iniga qatnashtirish taklifini rad qilgan. Dunyo sahiya tashkilotining o'rinlashtirishidagi 77-navbatlik dunyo sahiya yig'ini 27 maydan 1-iyungacha Jenevada davomlashadigan bo'lib, Xitoyning besimi sababli mazkur taklifning rad qilinishi bilan Tayvan uda 8 yil dunyo sahiya yig'inining sirtida qoldirilgan. Yig'inda 26 davlat Tayvan haqidagi taklifni qo'llagan bo'lib, qo'llash sadolari burungi yillarga qaraganda ko'rinarli ko'paygan. Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Germaniya, Yaponiya, Chex va Litvaniya qatorliq ittifoqdosh davlatlar 24 may birlashma bayonot e'lon qilib, Dunyo sahiya tashkilotining bu yillik yig'iniga Tayvanni qatnashtirishni talab qilgan edi. G'azzada Isroiliyaning qatliamlari davomlashmoqda. Isroiliya armiyasining G'azzaning Rafah shahriga qilgan hujumi davomli kengayayotgan bo'lib, yaqinqi 24 soat ichida 75 falastinlik shahid bo'lgan. Al Jazeera to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, G'azzadagi Falastin sahiya ministrligi bayonot e'lon qilib, Isroiliyaning 7-oktyabrdan boshlab uda 236 kundan buyon G'azza rayonida davomlashtirayotgan qatliamlari sababli shahid bo'lganlarning 36.171 ga, yaralanganlarning 81.420 ga yetganligini bildirgan. Sahiya ministrligining bayonotchisi Ashraf Al-Qudra bu haqda e'lon qilgan bayonotida Isroiliya armiyasining Rafah shahri va G'azza rayonining shimolidagi sahiya mulozimatini qasddan vayron qilganligini alohida eskartgan. Uning aytishicha, Isroiliya armiyasi Mavasi qatorliq ba'zi rayonlarning bexatar ekanligini da'vo qilib, xalqaro jamiyatni aldash bilan birga bu rayonlarda dahshatli qirg'inchilik davom qilgan.
Ashraf Al-Qudra bayonotida yana xalqaro jamiyatni Rafah shahri va G'azza rayonining shimolini ko'chma doktorxona davolash atlatlari bilan ta'minlashga, G'azzaga yiqilg'u va davolash yordami berish uchun bexatar koridor ochishga, Isroiliyaning davolash atlatlari va tashkilotlariga qaratgan hujum tahdidlarini to'xtatishga chaqiriq qilgan. Bildirilishicha, 1 milliondan ortiq falastinlik panohlangan Rafah shahri navbatda intayin qiyin ahvolda qolgan bo'lib, Isroiliya ishg'oliyatchi kuchlari Misrga tutishadigan Rafah chegara eg'izining kontrolligini qo'liga elib olgan. Arqadan quruqliqdan shaharning sharqiga vahshiylarcha hujum qilishga boshlagan. Undan boshqa panohlanuvchilar o'ltiraqlashgan rayonlarni bombardimon qilish bilan birga rayondagi doktorxonaning qutqizish xizmatini amaldan qoldirgan. Instagramning 30 milliondan ortiq abonenti G'azzani qo'llab birlashdi. Rasm va sillar ham baharlanadigan raqamlik ijtimoiy aloqa supsi Instagramning 30 milliondan ortiq abonenti Instagramda G'azzaga qarata yo'lga qo'yilgan cheklashlarga qarshi birlashdi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun bugünkü xabarida bildirilishicha, Instagramning dunyo miqyosidagi 30 milliondan ortiq abonenti Isroiliya qismlarining Rafah shahrida uy makonlaridan majburiy ko'chirilgan panohlanuvchi falastinliklarning lagerlariga qilgan vahshiyona hujumiga norozilik bildirish uchun sun'iy idrok sezgan barliq ko'zlar Rafahda deb yozilgan bir rasmni ham baharlagan. Instagram G'azzadagi qirg'inchilikni oshkorlaydigan mazmunlarni cheklash bilan ayblangan bo'lib, Instagram bayonotchisi zo'ravonlikni mazmun qilgan ba'zi uchurlarning o'chirilganligini e'tirof qilgan edi. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaştı. İnşallah, ayetki programımızı görüşküçe aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.